Assalomu alaykum do'stlar, obunachilar, e'tiborli uchun rahmat. Mana Xudo xolasa akalarimiz bilan, jigarlarimiz bilan inshaalloh kirchillar amalga oshirib yetib keldik Moskva territoriyasiga jigarlar bilan. Bitta savol beramiz, qanaqa ma'lumotlarga ega borib kelsa bo'lam bo'lmaydimi? Aka, assalomu alaykum. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana yetib keldik-ku. Qayerliksiz aka? Biz vodiyda Farg'ona. Farg'ona. Qanday bo'lib borib kelishlar? Zakonni bo'ldi. Ko'ngildagidaymi? Ha, a'lo darajada. Ha, borib keluvchilarga tavsiya qilasizmi? Albatta-da. Ha, ma'qul bo'ldimi ish qilib? Bundan yaxshi taksi yo'q. Ha, yashang aka. Alloh rozi bo'lsin. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qayerliksiz aka? Farg'ona aka. Farg'onada mana akamiz ham. Qanday bo'ldi aka borib kelishlar? Zo'r bo'ldi aka. Ko'ngildagidaymi? Ko'ngildagidek. Ha. Chin ko'ngildan. Tavsiya qilasizmi ko'rib turuvchilarga? Albatta. Ha. Alloh rozi bo'lsin aka. Siz rozi bo'lsangiz, bergan pullarga rozi bo'lsangiz, inshaalloh biz xizmatlarimizda har doim rozi bo'lib kelganmiz. Mana bu yerga ikkita jigarimiz bor, bularga ham savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerliksiz aka? Surxondaryodan aka. Qayerdan Surxondaryo? Qumqo'rg'on degan joy. Ha, yashang aka. Qanday bo'ldi borib kelishdi aka? Cho'tka udar. Ma'qul bo'ldimi ish qilib reysimiz? Ha, конечно. Muammolar bo'lmadimi ish qilib? Yo'q, cho'tka. Tavsiya qilasizmi mana shu Surxondaryolik, Qumqo'rg'onlik ko'rib turuvchilarga? Ya, hammasiga tavsiya qilib qolamiz. Ha. Ha, rahmat. Cho'tka hammasi. Ha, rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yaxshimisiz? Aka, granitsadan qaytyapmiz. Ha. Hammasi cho'tka. Aka, ishonchli ekan. Sardor aka, shopirimiz. Hammasi yaxshi o'tdi. Kayfiyat a'lo. Siz qayerdan topdingiz bizlarni? Bizlar shu telefon nomeri orqali topgan. Tanish bilish, ha? Tanish. Ha, o'zingiz qayerliksiz? Biz Qashqadaryo aeroportga turamiz. Ha, qanday bo'ldi reys? Ma'qul bo'ldimi sizga? Cho'tka. Tavsiya qilasizmi Qashqadaryolik zemlaklarga? Zemaylar albatta. Ha, ha. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. Gamroga rahmat. Salomat bo'lingizda. Mana bu yerda jigarimiz bor, rulga qani ekan? Savol beramiz mana. Bak, tinimsiz mashina haydab keldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu akamiz Shopir akamiz mana borib kelgancha mashina haydab borib keldi. Qanday bo'ldi aka? Zo'r zakonni. O'zingiz qayerliksiz? Qashqadaryo. Ha. Bizni kuzatib turuvchilarga tavsiya qilasizmi yo bo'lmaydiganmikan? Yo'q, zakon. Rostini ayting faqat, allama. Rosti. Ha, gap o'rgatganmiz yo'q a? Yo'q. Hammasi yo'q. Ha. Alloh rozi bo'lsin aka. Tinch bo'ling. Mana do'stlar, har doimgidek birovga gap o'rgatganimiz yo'q. Mana akalarimiz bilan borib keldik. Ichimizga bitta ayol kishi ham bor, har doim klientlarimizdan. Endi axlada intervyuni olib turmaymiz. Jigarlar, videolarimizni kuzatishga davom etingizda. Xudo xolasa, reyslarimiz har doim bo'lib turibdi. Faqatgina zarani bir hafta 10 kun oldin zapisni qilib qo'ysalaringiz, inshaalloh ana o'sha aytilgan cheslalarga o'zimizning reyslarimizga mo'ljallashtirib olib borib kelaveramiz. Kuzatishga davom etingizda. Xudo xolasa, keyingi videolarga ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga omad yor bo'lsin.